الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hoş, endi bugün kelgan dersimiz bo'lsa, hurmatli saboqdoshlar, al-Imam al-Sheyx Nuruddin as-Sabuni rahimahulloh yozgan al-Bidaya min al-Kifaya fil Hidaya fi usuliddin degan kitob. Kitab al-Bidaya min al-Kifaya fil Hidaya fi usuliddin namlı kitap. Endi buni sizlar al-Bidaya min al-Kifaya deb ham qisqartib olsangiz bo'ladi. Al-Bidaya min al-Kifaya. Endi biz oldi bilan bu sheyx bilan tanishib chiqaylik. Sheyx İmam Nuruddin as-Sabuni rahimahulloh bilan endi bu kishining to'liq ismi bo'lsa Ahmad ibn Mahmud bin Abu Bakr as-Sabuni al-mulaqab bin Nuruddin al-imam sahibu al-bidaya fi usuliddin. Bu zot vafot topgan vaqti bo'lsa tug'ilgan vaqti uchiq emas, lekin vafot topgan vaqti bo'lsa 1184-yili. Miladining 1184-yili, Hijriyaning 580-yili. Safar oyining 6-kuni seshanbagacha Sham namozi vaqtida vafot topgan va Buxorodagi 7 qozi qabristonligiga dafn qilingan. Endi bu Nuruddin as-Sabuni rahimahullohning qo'lida o'qib fiqhda kamolatga yetgan faqih Hanafi olimlaridan Shamsul Aymma Muhammad al-Kardali rahimahulloh qatorlari bor. Endi sizlarga demak musannif vafot bo'lgan vaqti qancha? Hijriyaning 580-yili. Milodiy 1184-yili. Hanafi mazhabidagi eng ishonchli mu'tamad imomlardan bularning usuliddin, ya'ni fiqh masalasidan bakrak aqida masalasida intayin ko'rinarlik Maturidi aqidasini ajoyib, masalan hozirgi 16 iPhone degandek eng keyin kelgan bizniki Hanafi mazhabi bo'yicha keyin kelgan ulamolar deb qo'yiladi. 600 hijratniki 600 570 degan yildagi odamlar muhaqqiqlarniki keyin kelganlar bo'ladi. Bo'lmasa Imom Azam Abu Hanifa hijrat masalan oldingi 1-asr yashaganlar. Shuni olmaydi 5-asrda o'tgan bu olimlar bizga nisbatan nima? Xalaf deb hisoblanadi. Lekin bular ilgirki İmam Azam Abu Hanifa ve İmam Maturidi tafsiratul adilla Abu Mu'in an-Nasafi ve degan mushularniki bilimlarni hammani nima qilgan? Javob yetkazib texma qiyin chigik yerlarni yeshib sharh qilib izohlab sizlar bizlarga tushunadigan shaklda yozgan. Endi bu zot dastlabda al-Kifaya degan kitobini yozgan. Onun keyin kitobi intayin uzun hamda bor, yana birisi bor. Bu 400 atrofida chiqadi, 400 safha atrofida. Undan keyin taliblar bunga hamda bu al-Kifaya nayti kan kitob bo'libdi. Bizga texma ama shu kitobdagi boshqa mazhablarniki gaplarini va boshqa dalillarni talash tortishlarni chiqarib o'tib, faqat ahli sunnat va jamoat aqidasini sap qoldirib, shuniki dalili bilan aqidalarini shuni bir keltirib kitob yozgan bo'lsin degandan keyin shu kitobni suzib, ma kitobni al-Bidaya degan kitobni qisqartgan. Undan keyin bu kitob ya'ni aqida sohasiga qadam olganlar uchun asos tiklash, ya'ni Maturidiya aqidasi uchun asos tiklash uchun eng yaxshi kitob hisoblanadi. Hali maqomda men Maturidi aqidasida demoqchi bo'lgan odam shu kitobni bilmasa, o'ziniki ya'ni o'zining mazhabiniki Ash'ari aqidasi bilan bizning Maturidi aqidasini ayira olmaydi. Ash'ari aqidasidan Maturidi aqidasini ayirish uchun
en yaxshi asos solgan kitob shu dastlabda. Tushundingmi? Shuningki Ash'ariy aqidasi, Maturidi aqidasi xuddi bir tangiga o'xshaydi, bir pulga. Ya'ni bir pulning ikki yuzi. Unda bo'lgandan tul vaqtlarda Maturidi taliblar bilib bilmay Ash'ariy aqidasi ketib qoladi. Ash'ariy taliblar bilib bilmay Maturidi aqidasi ketib qoladi. Tamam, keyin sizlar hammani asoslab bo'lgandan keyin, asoslab tiklab bo'lgandan keyin Ash'ariy bo'lsanglar bo'ladi, Maturidi bo'lsanglar bo'ladi, hattoki bunun üçüncüsü tafviz, ahli tafviz, yani ahli salaf yolu tutsanglar bo'ladi. Ammo hammani cho'qim to'g'ri shaklda egallash kerak. Ya'ni aralashtirib qo'ymaslik kerak. Tushundingmi? Shuning uchun bu kitobni tanladik. Alloh taolo bu kitobni tamomligini nasib qilsin inshaalloh biiznillah. Xo'sh, endi musannif rahimahulloh bu kitobni bismillah bilan boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kullu amrin zibalin lam yubda bihi bi bismillah fa huwa abtar. Har qanday bir holatga ega bo'lgan, shonga ega bo'lgan bir ish Allohning ismi bilan boshlanmasa, buning barkati yo'q, davomi yo'q, qo'liq kesik degan edi. Shu sababdan shu hadisga amal qilganlik sababidan bismillah bilan boshladi. Uni keyindan hamd bilan boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat marhamatlik, rahim, shafqatlik Allohning nomi bilan boshlayman. Alhamdulillahi zil jalali val ikram. والصلاة على رسوله محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. Her bir hamd sana, ululuk igisi ve izzet ikram igisi Allah'a xasdır. Ve salatu yani duayı salam Allah'ın Resulü, xalqның yaxşısı Muhammed aleyhissalatu vesselam o bulsun. Ve o Muhammed aleyhisselamның aile tavabatıga ve Muhammed aleyhisselamның hürmetlik sahabeleri olsun. Ve ba'd. Allah Teala hamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört yıllar boğandı ki Lemma teyessera li el-faragu bihamdillahi min kitabil kifayeti fil hidayeh. Ve minhu diyen söz ziyade yazılıp kaptı. Yok aslında. Yani lemma teyessera li el-faragu bihamdillah. Allah Teala hamdü sanalar olsun. Bana el-kifaye fil hidayeh diyen kitabını yazıp şu kitabını yazıştın bikar buluşunu Allah Teala bana nasip kıldı. Yani demek ben sözü ötken el-kifaye diyen kitabımı yazıp Allah Teala'ya şükürler olsun. Baka bulu ödem irtemese minni ba'du ashabi. Benim ashablarımdan bir kısmı mendin en ulakhisa minhu ma huvel umdetu fil bab. Yani bu şu babda yani akide babı da en işencelik boğan, tutku bulduğun yani bizim ehl-i sünnetin akidesi biz esildiğin halkılık meselelerini hulasılap çıkarıp bilişimle talep kıldı, iltimas kıldı. Nemiş kadise liyekune evceze fil lafzi ve ashale lil hifzi. Yani lafız cihatta kıskı olsun der. Lafız bek uzak etmesin, asan uftu giteydi. Ve yatlaşka asan olsun için. Yani yatlaş için kıskı olsa asan buldu da. Hem başka talaşta atışta köp olmay, asası maksat olsa yatlaştığım yaxşı olsun der. Şu bu kitap ne aslında ne için Maturidi mezhebindeki bu kitap ne için koyulgan? Yatlaş için koyulgan kitap. Festakhartullah Teala fi zalik. Men Allah Teala'dan müşahede Allah Teala'dan istihar ededim. İstihar talep kıldım engep. En yaxşılıkını talep kıldım. Allah Teala'ya istihar kıldım, istihar saldım. Ve iste'antuhu ve Allah Teala'dan yardım talep kıldım. Ve iste'asamtuhu aniz zelali vel halali fil kavli vel amel. Allah Teala'dan gep sözde ve iş harekette zelal engep teyip gitiştin vel halal engep mesele çıkarıp koyuştun. Allah Teala'dan panahlık dedim. Ve huve hasbuna ve ni'mel vekil. Allah Teala bizge yeterliktir. Ve ni'mel vekil. Acep yaxşı vekildir. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Acep yaxşı iga ve acep yaxşı yardımcıdır deydi. Hoş. Endi aldı bilen bizge musannif rahimahullah el kavlu fi medalikil ulum. Yani ilimlarniki medrekler degan gap ilimlar tepiladigan o'rinlar. Demek çoğunu ilimning ta'rifi demekçi. İlimning ta'rifi ilim qandaq yo'l bilan ilimga erishkili bo'ladi. Qandaq yo'l bilan ilimga yetkili bo'ladi va ilim qancha turga bo'linadi. Oldi bilan musannif gapini ilmul hadisdan boshladi. Nimishqa al-ilm degan biri ilmul xoliq, ya'ni biri ilmul maxluq. Ilmul xoliq degan qadim bo'ladi. Yani ezeli, ezelden tatıkba. Allah Teala'nın ilmi ezelden tatıkba ve ebedki ba. Onda koğandikin bizniki Allah Teala'nın ilmi bilen bizniki ayrışı hukukumuz mu yok? Ama Allah Teala'nın ilmi biz gitiplanmayımız.
Allah Teala bizni özünün ilmi hakkında bizim sual sorakka tartmaydı. Biz onu mükellef emas. Ama biz mahluklarning ilmiga biz mükellefmiz. Anladın? Bizniki bizga aloqador bo'lgan mahluklarning ilmi. Shuning uchun ilmul hadis deb boshladi avvalan. Ilmul hadis degan gapdan nima ilmul qadim chiqib ketdi. Hadis degan maqaytdi. Xo'sh, endi ilmul hadis avvalan biz ilm. Ilm deganni har bir firqa uzguchliq ta'rif qilgan, tunishtirgan. Ilm deganning ma'nosi alima ya'lamu ilman. Bildi degan gap. Bildi degan gap. Ammo bu degan lug'atga ma'nosi tamom. Buniki har bir fanda o'z oldiga tushliq nimasi bor, ma'nosi bor. Endi bu shu aqida babidagi ilm deganning aqida istilohidagi ilmni shu aqida ulamolar, mutakallimlar, ahli hadislar va firqalar hammasi o'z oldiga nima qilishgan, o'ziniki mazhabiga ko'ra ta'riflashgan. Endi biz shu ko'p ta'riflarning ichidan ikkini tanlaymiz faqat. Biri Imom Ash'ariyning ta'rifi, yana biri bo'lsa Imom Abi Mansur Maturidi rahimahullohning ta'rifi. Shularning ichidagi eng to'g'ri, eng yaxshi so'zlangan. Eng no'tisi Imom Abu Mansur Maturidi rahimahullohning ta'rifi eng yaxshisi. Ya'ni demak Abi Mansur Maturidi rahimahulloh ilmni qanday tushundirdi? Al-ilmu sifatun tanjali bihal mazkuru yoki yanjali bihal mazkuru liman qamat hiya bih. Degan shu ta'rif bo'yicha ta'rifladi. Ilm degan shu mazkur zikr qilingan bir gap, shu ilm degan sifat turgan odamda echiladigan. Yani mazkur mubham bo'lgan bir narsa, shu ilm degan sifat turgan zotga shu mubhamni echib beradigan bir sifat dedi. Imom Abu Hasan Ash'ariyning bizda al-ilmu ma yasiru bihi zatu aliman. Ilm degan shu ilmning egisi, shu ilm bo'lsa olim bo'ladigan sifatdir deb atadi. Demak, yaqinlashib qoladi ilmga. Endi biz ilmni tushundik. Ilmning aqidasiga ma'ni tushundik. Endi bu ilm xo'sh, mush ilmul hadisa, biz endi Xoliqning ilmi bilan bizniki biz uni taklif qilmadik, biz yetolmaymiz. Biz maxluqning ilmi bilan bizning ishimiz. Endi maxluqning ilmi ikki xilga bo'linadi. Daruriy va iktisobiy. Shuniki ilmniki shunda haqiqatiga qaraydigan bo'lsak, shu haqiqati jihati ilmniki shunda qiyofatiga qarasanglar, mafhumga qarasanglar ikkiga bo'linadi. Biri daruriy, ya'ni biri iktisobiy. Endi daruriy degan qanday bilim desa, fad-daruriyu ma yuhdithuhu Alloh taala fil alimi min g'ayri kasbihi va ixtiyari. Ilmi daruriy degan Alloh taolo olim degan bilguchi degan. Ilm degan sifat, olim degan zot, shu sifatniki nimasi? Ilm degan sifat sifatlangan zot, shaxs. Endi shu olim degan shu bilguchining kasbisiz ve onu ixtiyorisiz, yani bilguchi kasb qilmasimi va uni ixtiyor qilmasimi, kasb degan gap ya'ni o'rganmasimi, dalil bilan o'rganmasimi va uni o'zi ixtiyor qilib, o'zining juzi ixtiyori bilan ixtiyor qilib tanlamasimi, nimada bilguchida paydo bo'ladigan Alloh taoloning bevosita paydo qiladigan bilim nima deb ataladi? Ilmi daruriy deb ataladi. Masalan, kal ilmi bi vujudihi. Odam o'zining borlig'ini, masalan, maxluq deyiladi. Maxluq o'zining borlig'ini bilganga o'xshash. Masalan, Tumurbek siz borlig'ingizni bilamsiz? Bilasiz. Buni o'rganmasangiz, bu kitobdan birini alayda kitob o'qimasangiz bo'ladi. Va taghayyur ahvalihi min al-ju'i wal-atashi wal-ladati wal-alam. Masalan, bihaythu la yatashakkaku fi. Ya'ni o'zining qo'sqining ochqanligi, usab qolganligi, tomoqdan yeb lazzatlanganligi, birali og'rib, ya'ni alam, ya'ni dakta atqanligi, og'riganligi dan iborat shunga o'xshagan ishlarni bihaythu la yatashakkaku fi. Ya'ni unda hech qanday bir shak qilmaydigan darajada, ya'ni hech shak qilmaydigan darajada bilganligining o'zini deb ataladi ilmi daruriy. Ya'ni sizniki hozir masalan Nuriddin, sizniki va kitobning sohibidan ismingiz o'xshab qoldi ekan. Siz Nuriddin emassiz? Ha, Nuriddin. Sizniki quloqingiz og'riydi, shunday. Quloqingiz og'rig'ini bilamsiz? Ha, tamom, siz ishonamsiz shunga? Ha, %100 shundan balki %200 ishonasiz. Mana mushuni deb ataladi ilmi daruriy. Alloh taolo sizni yaratgan ilmi daruriy. Bunga dalil ketmaydi. Boshqa bir kitobda o'qimasangiz, meni quloqim og'rir deganga boshqa bir dalil izlamaysiz. Mushuni degan ilmi daruriy deb ataladi. Xo'sh. Endi va yashtaliku fi hada an-naw, lekin bu bilimniki ben damlamaydigan bir nima desanglar, alaylik yo'q desanglar, bu turda, ya'ni ilmi daruriy degan bu turda jimi hayvonotlar o'rtoqlashadi. Bu turni o'zining baliqini, biyaning og'irganligini, qusqining ochqanligini degan mudashlamini, hattoki mushuk,
it, at, koy, kala, şir hemmimiz biladi. Shunda qandiki mushuklar tamoq yemay sasqan tutadi, shirlar kek tutadi, qo'sqachqan degan. Demak shu. Yani demak bu alohida ayirib ketgan bir bilim emas. Unda qandiki bu bilimni bizniki tadqiq o'tishimizdan hech qanday hojati yo'q. Bizniki tadqiq qilganimiz yeni bir tur degan gap. U bo'lsa iktisabiy. Xo'sh, endi val iktisabiy, endi iktisabiy keldik. İktisabi bilim degan ve huwa u bo'lsa ma yuhdithuhu Alloh taala fihi biwasitati kasbil abd. Yani iktisabi bilim degan qanday bilim desanglar, Alloh taala alim demaydi, fihi demir alim qo'ydida. Alloh taala alim da, yani bilgüchida biwasitati kasbil abd. Bandaning kasb vasitasi bilan, yani bandaning shu bilgüchü bandaning kasb qilishi degan o'rganishi degan iborat bir vasita. O'rganish degan nima? Bir sabab, bir vasita. Shu vasita bilan bandada paydo qiladigan bu bilim nima deb ataladi? İktisabi deb ataladi. Shu sababdan yani kasb degan gap ishlash degan gap. Kasb qildi degan gap ishladi. Bandaniki bilim hosil qilishi uchun kasb qilishi nima deb ataladi? İktisab deb ataladi. Anda olgandan bu bilim iktisabi deb ataladi. Endi qanday banda mushu bilimni erishish uchun kasb qiladi dedik. Mushu kasb qilish qanday bo'ladi? Bu qanday kasb qilamiz desa, davrdiki va huwa mubasharatu asbabihi. Bandaning ilmni hosil qilish uchun kasb qilishi mubasharatu asbabihi. Shu ilmning, ilmi iktisabining sabablarini mubashara degan gap vositasiz holda qilishidir. Mubashara degan gap bevosita qilishidir. Yani ilim o'rganishning sabablarini bevosita qilishidir. Endi biz o sizlarga tushundim. Onda da bu bilimning hosil bo'lishning sabablari nima? Endi tag'in o'ylab ketdik. Sabablari nima desa, va asbabuhu thalathatun. Bu bilimning sabablari 3 turda bo'ladi. Bilimning sababi 3. Biri el-havas. Biri nima? Sezgu a'zolari. Biri sezgu a'zolari. İkinci yani as-salime deb qo'yiladi. Yani sog'lom sezgu a'zolari. Vel haberus sadiq. İkincisi o haber sadiq değil, rast haber. Üçüncüsü o ve nazarul akıl degan gap. Aqlning nazari. Aql nazari. Aql nazari demek bu shuni bilan bizda sog'lom sezgi a'zosi ve rast haber ve aql nazari degan 3 tane sebep ilm iktisabining hosil bo'lishining nimadir? Sabablaridir. Xo'sh. Amma al-hawasu fa hiya 5. Amma sezgi a'zolari bo'lsa 5 tur. Bir as-sam', anlaş sezgisi. İkincisi bo'lsa basar, ko'rish sezgisi. Üçüncüsü şem, yoki şum zanglı bo'ladi. Purash sezgisi ve zavqu degan tetish sezgisi. Beshincisi bo'lsa lams degan sizish sezgisi. Sizish. Lams deganda tutush deydi. Tutush deb tarjima qiladi. Lekin tutush deganda mencha hamma olimlar, hatta ustozlarimiz ham tutush deb tarjima qilib qo'ygan. Ammo men tutush degan gapni sezgi a'zot deb o'ylamayman. Tutush degan bir harakat bu. Tutuş degan bir harakat. Lekin shu tutqanda hosil bo'ladigan lams degan nima? Tutish emas, tutqanda hosil bo'ladigan bir sezgi. Demak, buni tuyish desak ham yaxshi bo'ladi. Sizish. Bir narsaning takkinni sizish. Bir narsaning tutqunni sizish. Masalan, men bu a'zolar bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, sizlarga tetish bilan, masalan, men choyni qarab turman. Men choyninki ta'mi bilan qiziq suvoqlikni men bir sizish a'zosi bilan bilmayman. Çayının ta'mini zavq, yani tetish sezgisi bilan bilalayman. Lekin çayning issiq suvoqligini jo lams. Yani çayniki issiq suvoqligi bilan tilimga tegidu, qiziq bo'lsa qiziq, suvoq bo'lsa suvoq deb bilaman. Buni lams sezgisi bilan, yani buni tuyush yoki sizish sezgisi bilan bilaman. Ammo buniki tatliq yoki ochiq ekanligini jo yoki qirtaq ekanligini nim bilan tetish, zavq, tetish sezgisi bilan bilaman. Demek bu şu muydu ayrılıyor, tushundingizmi? Demek Alloh taolaning qudrati bir adam bir narsani og'iz tetib, buning qiziq suvoqligini, tatliq yoki tamlik tamsizligini ayirishimi ikki xil sezgi bilan bilinadi. Anda oddiy narsa emas, tushundingizmi? Chunki endi masalan men bunda silsam, men ustidagi silliqligini lams bilan bilaman. Tushundingizmi? Silliq yoki qattiq yumshoqligini lams bilan bilaman. Shunday. Demek
ilmning hosil bo'lishi, ilmiy iktisobining hosil bo'lish sababining birinchisi bo'lsa nimadir? 5 sezgi a'zodir. Shu biz 5 sezgi a'zo qilib, bir narsani anglab, bir narsani ko'rib, bir narsani purab, bir narsani hitlab, bir narsani silab degandek, nimani bilamiz? Biz shu orqali ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Va yu'lamu bi kulli hasatin ma yaxtassu biha degan gap, har bir sezgi a'zosi shu sezgi a'zosi xos bo'lgan narsa, har bir sezgi a'zosi bilan shu sezgi a'zosiga xos bo'lgan narsa bilinadi. Har bir sezgi a'zosi bilan shu sezgi a'zosiga xos bo'lgan narsa bilinadi. Masalan, men boya so'zlab o'tgandek, ma choyniki ta'mi zavq bilan bilinadi. Choyning issiq sovuqligi lamis bilan bilinadi. Ma choyning rangining qizilligi basar, ko'rish a'zosidan bilinadi, ko'rish sezgisi bilan. Uni keyindan ma choyniki mana ichgan chog'dagi o't qilgan ovoz nima? Sama, ya'ni anglash sezgisi bilan bilinadi. Lekin bir-birisiga ishlatilmaydi. Hammasi o'zining xizmatini qiladi. Ya'ni idastu'milat fihi da'vatadi. Ya'ni ashammasi o'ziniki joyida ishlatilsa, shu ma'lumotlarni ola oladi deydi. Endi va amma al-xabarus sodiq. Biz 3 bo'ldik ilm iktisabiniki asl bo'lish sabablarini 3'lük. Birincisi sağlam sezgi a'zolari dedik, bu so'zlab bo'ldik. Endi ikkinchisi xabar sodiq, rost xabar dedik. Endi rost xabar deganimiz 2 turlik bo'ladi. Biri ahaduhuma, bu ikisining biri xabar mutawatir. Ya'ni xabar mutawatir xabar. Va huwa mutawatirni sizlar hadis bilimida mustahidis oldinglar, shu deb yozing. Mutawatir xabar deganimiz ma yusma'u min ashxasin muxtalifatin fi ahvalin muxtalifa. Ya'ni biz o'xshamagan shaxslardan o'xshamagan holatlarda anglanadigan xabar bihaythu la yutawahhamu annahum tawafaqu ala al-kadhib. Ya'ni ularning hammasi yolg'onga muvofiq keliverishi, birlikka keliverishi gumon qilinmaydigan darajada o'xshamagan shaxslarning o'xshamagan holatlarda bir gapning anglanishi nima deb ataladi? Xabar mutawatir, ya'ni orqa kelgan xabar deb ataladi. Va huwa sababun lil ilmi daruriy. Bu xabar mutawatir ham ilmi darurining sababidir. Bu xabar mutawatir bilan bizga nima hosil bo'ladi? Ilm iktisobiy hosil bo'ladi. Lekin bu ilm iktisobiy nima o'zgarib ketadi? Ilm daruriy o'zgarib ketadi tabiiyki. Nimishqa? Ya'ni bevosita ilm asli bizda yo'q. Bizda yo'q bilim, lekin bu adasiz ishonchlik bo'lganlik uchun ilmi iktisobiy bo'lmay buni bo'lib qoldi, ilmi daruriyga aylanib ketdi. Demak, ilmi iktisobiy ilmi daruriyga ham nima aylanib ketadi. Tushunarlimi gapdan? Bundan ilmi daruriyning sababi degan gap, bir odam xabar mutawatir bilan ilm daruriy hosil bo'ladi. Masalan, kal ilmi bil mulukil madiyati val buldanil qasiyah. Ya'ni masalan, o'tib ketgan podshoh, o'tgan zamondagi o'tib ketgan podshohlarni va yiroq shaharlarni bilganga o'xshash. Masalan, Fir'avn deb bir podshoh deb ketgan desa, hammadan biladi. Masalan, unkanidan Amerika deb bir shahar bo'lgan desa, hammadan biladi. Nimishqa? Hammasi bizga xabar mutawatir orqali yetgan. Tushunalimi? Uni alohida bir kitobda o'qimasak bo'ladi. Va thani, ikkinchisi bo'lsa al-xabarul muayyadu bil mu'jizati min al-anbiya alayhissalom. Ikkinchi xabar bo'lsa, ikkinchi rost xabar bo'lsa, ya'ni payg'ambar alayhissalomlar tarafidan mo'jiza bilan kuchlantirilgan xabar. Va huwa sababun lil ilmi al-qat'iyyi aydan. Va bu mo'jiza bilan kuchlantirilgan xabar ham nima? Qat'iy bilimning sababidir. Walakin biwasitatil istidlal. Biroq bu delil tutush vasitasi bilan bo'ladi. Nima demak, oldingi xabardagidek Amerika deganning nariligini, Fir'avn nariligini bilgandek emas, buni izlanib, biladan izlansa, undan keyin deb topalaydi. Unda izlanmas topolmaydi. Chunki bu bundan nima ilm qat'iy hosil bo'ladi. Lekin ilmi qat'iy yetish uchun chuqur izlanish kerak bo'ladi. O'zi bir qalbida bir izlanish bo'lsa, unga topalaydi. Bo'limdagi farqi shu. Bu bilimdagi ishonchlik, bilim ekanlikda hech bir shak yo'q, lekin izlanmagan odam nima bu bilimni topolmaydi. Masalan, bu Qur'oni Karim bizga mutawatir yo'l bilan kelgan. Tushunarlimi? Payg'ambar alayhisolamning sahob, bir to'p sahoba, bir to'p tabiin deb bergan, bir to'p tabiin, bir to'p tabiin, shunda deb bilib, ta bizgacha mutawatir necha millionlab odamning kelgan Qur'oni Karim. Masallan, tabarakalloh. Endi bir savol kelishi mumkin. Ammo payg'ambar alayhisalom buncha degani payg'ambar ham yolg'iz kelgan Qur'oni Karim.
Cibril Aleyhisselam fakat Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de yapgan nazlı kılgan. Onu başkalar öz küzü bilen köpegen fakat eskılar aytdı Resulullah'a vahiy kelginde. Emdi Peygamber Aleyhisselam bana vahiy geldi dedi. Bu mutavatır bulamdı, mutavatır buluş şart üçün çokum sanap boğulu bomba kadem din keliş gerek. Kur'an-ı Kerim fakat Resulullah Cibril Aleyhisselam fakat Resulullah'ın alğan tursa diyen sual gelse bunun belirtilen cevap deme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygambermen bana Kur'an düştü diyen bir davanı kütüp çıktı mı? Bu davaga yüzünün delil süpütede mucize geldi. Aynı işki yardı mesela Peygamber Aleyhisselam'daki işareti bilen derekle ilgilip geldi. Sanıklısı Peygamber Aleyhisselam'ın parmaklarından sula etilip çıktı. Peygamber Aleyhisselam tunuğa kazandığı için açını hep belki tutup tört beşelim yediğin tamak netçimin adamlığı yetti. Şundak sanıklısak bu mucizeli intayıncak yani manevi mutavatir şekilde yediğin hemme Kureyş ehlemiz kurapılap yapılanmadı o. Yapılanmadı o. Bana muşu Peygamber Aleyhisselam'ın mucizeleri Nemine Peygamber Aleyhisselam'daki haberde Raşid hikayelikini ispatlayılan mutavatını onu basılgan %100 mutavatını basılgan mucize. Çünkü ama tabii ki biz ki mucize talep kılmayız biz. Biz elhamdülillah atanın Müslüman boğazımız biz mucize talep kılmayız. Ama eğer öyle yapmanızda kafir olan olsanız çok. Ve adam Peygamber de çıksa onun işine mesela çoğun bu sizin gibi mucize getiriş gerek. Yani adetin taşkını boğan bir işini keltürelisi onun kendisinin işine seyirden başka, ilgerlik, koymacılık, köz buyamcılıktan başka şu tabii ki aynı asmanın ilmine aynı işki yargan değil. Bu şunda kattı mucizenin bir keltüreligen vaxtı da onun dikin silahını mı kılasılar, onun işini silah. Bana bu Peygamber'in küçültken mucizesi bu şu haber mutavatını hoş ki netçimin adamını kelgen onu bastırgan belki onun durma rast geldikini bildirdiğin ne doğru en işencilik delildir. Hoş. Üçüncü ilimnin üçüncü sebebi olsa biz birinci sebebini dedik sağlam sezgi azaları. İkincisi rast haberi oldu. Üçüncüsü çoğu nazarul akıl. Yani akıl nazarı. Akıl nazarı dedik. Yani akılın nazarı hem fehuve sebebun lil ilmi ayda. Akılın sebebi hem ilimnin sebebidir. Yani ilmin iktisabinin hasıl buluş nimidir sebebidir. Vel hasılu minhu nev'an. Hem de bu akılın nazarından hasıl boğan bilim iki türlük bilim buludu. Biri daruri. Bunu da batılıdı, bedihi de batılıdı. Bedihi. Daruri, bedihi. Diyen ikisi bir manada. Lakin el-umum ve husus mutlakba. Daruri diyen dest plastiki daruri. Bedihi diyen çoğu kinki. Yani deslapta iktisabi kin daruri kaylangan bilim bedihi de batılıdı. Ve yusamma bedihi de bas bedihi de batılıdı. Ve huve ma yahsulu bi evvelin nazari min gayri teammulin ve tefekkur. Hem de öyle panglap daruri'ni birinci katım kanda tariflegeni de hiç kandak iktisapsız, bendenin kesipsiz peyda olan Allah Teala peyda kılgan bilim de şöyle bildi. Ama bedihinin nimde tariflavatı da yani bedihi diyen ma yahsulu bi evvelin nazari min gayri teammulin ve tefekkurin. Oylanmasın ve hiçbir tefekkür kılmasın evvel nazarda, evvel karaş bilallam hasıl bulduğun bilim ne batılıdı o? Bedihi de batılıdı. Mesela kel ilmi bi enne kulle şey'i a'zamu min cüz'ihi. Yani her kandak bir narsa üzünün partisinden kattırak, yuvanırak kendini bilgen olmuş mesela. Bir adamın kuzuna karsak pakar denilmiş kerse, kreplan pakar kendini bildi. Nima ilm bedihi. Bir gözden biz keremiz kaplamayı gizleden kendini bildik. İlm bedihi. Bir adam intihar çaylık adam, o çaylık adamken bildik. İlm bedihi. Bir adam kattık set adamken bildik. İlm bedihi. Çünkü anlam mısın? İlim bedihi. Bir küreştilen bilindiğin bilim. Bir küreştilen bilindiğin bilim ilim bedihi de batılıdır. Hem de ikincisi akıldan bilindiğin bilim bir bedihi oldu. Yani bir çoğu vestidlali. Bu hem de ben dedim ben size ketpegen misal bir adam bir köprüden bir gözükünü bilir fakat akıllı işte bu akıl arkalık bilingen bilinmemez. Bu diyen köz arkalık bilingen bilime. Ben misal hakikatini de koydum size akıl arkalık bilingen bilim diyen mesela nima bir narsani ki mesela ben manasını qaraplam kömüge narsani beni bilemem. Maqtuning parçası maqtudan kichik. Maqtuning parçasından maqtu cho'ng. Yani kömüdün bu narsani. Lekin aqlim arqali bila olmayman shuni. Bu nima bedihi.
Endi ve istidlali. Aql orqali hosil bo'lgan ikkinchi bilim bo'lsa istidlali. Istidlali degan ma yahtaju fihi ila ta'ammul. Ya'ni o'ylanishga va tafakkur qilishga ehtiyojli bo'lgan bilim. Masalan, kal ilmi bi vujudin nari inda ru'yatid dukhan. Masalan, biz o'tni ko'rgan vaqtimizda o'tning borligi bilan masalan tutunni ko'rgan chaqda o'tning borligini bilganga o'xshaydi. Masalan, bir odam bu yerdan tutak chiqqanini ko'rgan bo'lsa, bu yerdan nimani bilgili bo'ladi? Aqdulab va o't ketibdi. Bu yerga o't ketibdi deganda biz tutak chiqqan, tutun chiqqanidan, dukhan chiqqanidan nima bilalaymiz? Mushunda bo'ladi. Ilm istidlali deb ataladi. Ilm istidlali. Ya'ni men nima qildim? Tutunni o'tniki borligiga dalil qildim. Tutunning o'zini, tutunning borligini o'tning borligiga dalil qildim. Mana shu bilimni deb atadigan istidlali deb ataladi. Chunki bizda bunda bir narsa bor, qadiyya, masala bor. Bir masala. Masalan, mubtada xabar. Mubtada xabar bir masala bo'ladi, bir qadiyya, bir masala bo'ladi, mahmul mavdu. Endi mushu masala yoki nima bo'ladi? Yoki delil bo'ladi, delil. Yoki madlul bo'ladi, yoki qoida kulliya bo'ladi, yoki dobit bo'ladi. Masalan, men bunda desam, aqimus solah desam, nima bu delil? Masalan, salatus subhi fardun desamcho, al madlul, masala, qadiyya. Agar masalan kullu vacibin turika yajibu kullu idza turika al vacib yajibu sucudu sahvi desamcho, kullu vacibin turika yajibu lahu sucudu sahvi desam nima? Qoida kulliyya. Masalan, hammasi nima? Masala. Lekin masala o'zinikiga biz qarab, ba'zi qoidaga ba'zi masala, ba'zi qoida, ba'zi dalil degan ayriladi. Xuddi shuningdek. Demak, ham bu yerda istidlali degan gap meniki bir davoimga, ya'ni o't ketdi degan davoga nimani tutunni nima qildim? Dalil qildim. Xo'sh, endi va husulul ilmi bi hadhihi al-asbab, endi mushu sabab, yuqorqi sabablar bilan, ya'ni bir sog'lom sezgi a'zolari, rost xabar va aqlning nazari orqali mushlardan iborat bo'lgan mushu sabablar bilan ilmning hosil bo'lishi mushahadun degan gap ko'z bilan ko'rilayotgan bir amaliyotdir. Liman ansafa va lam yu'anid degan gap insof qilgan va tarsaliq, kojlik qilmagan, johillik qilmagan odam uchun. Va ankara zalika kullu. Xo'sh, endi biz sifat davoimizni sifatlab bo'ldik, ha? Endi qarshi tarafning gapini biroz keltiryapti. Shuning hammasiga yuqorqi biz sifatlagan da'voning hammasiga sufstoiyya deyiladigan bir toifa inkor qildi. Fa ankara ba'duhum haqaiqal ashya. Ularning ba'zi shaylarning haqiqatlarini inkor qildi. Ya'ni ular uch xilga bo'linadi. Biri inadiyya, ya'ni biri indiyya, ya'ni biri la adriyya deb uchga bo'linadi. Endi inadiyya nima dedi? Shaylar yo'q. Men qutini men ko'ryapman, ammo bu quti yo'q. Yo'q narsa, hammasi xiyol. Xuddi karton film bormi? Bola ko'radigan, televizorda ko'radigan karton film. Karton film amaliyotda bormi? Simba deydigan bir shirpa deydigan simba bor masalan. Amaliyotda unda bir narsalar yo'q. Hammasi bir chizilgan chizmalar bu. Xuddi bo'lgan ahvolatni nima deydi bu toifalar sufstoya deganlar? Ya'ni yo'q. Bo'lmagan. Bu gap xiyol deb o'ylaydi. Inadiya degan sening oldingdami yo'q, mening oldimdami yo'q deydi. Indiyya deganlarcho mening ko'z qarshimda bor desam bor, sening ko'z qarshingda yo'q desam yo'q. Demakchi o'g'ini ma indiyya degan seningmi o'zingga to'g'ri, mening o'zimga to'g'ri deydi. Uchinchisi la adriyacho bilmaymanchilar. Ya'ni sen bormi? Bilmayman. Sen yo'qmi? Bilmayman deydi. Endi mushu firqalar hozirgi zamonimizda indiyalik ko'p, indiyya. Chunki indiyya degan, ya'ni mening ko'z qarshimda bor desam bor, mana esa mening ko'z qarshim yo'q desam yo'q. Senikida bor desam bor, senikida yo'q. Ya'ni hammadan o'zining ko'z qarshi bo'yicha deydi. Hozirgi zamondagi kofirlar bir shunday olib qoladi. Hammadan dini o'ziga to'g'ri degan. Endi mushunda to'g'ri deganida chiq bo'lamdi amaliyotda desa, birga birini biz qo'shsam qancha? 2. Tamam?
Birga bölüp qilsa 3 bo'lamdi. Yo'q, to'g'ri degan bir bo'ladi. U mu to'g'ri, bu mu to'g'ri degan shu. Biz bunga qo'shalmaymiz bu gapiga. Ammo bularga nima deb javob beramiz? Bularga o'zining gapi bo'yicha bizga javob berishga bo'ladi. Ammo chunki bularning o'zining narsalarning haqiqati degan hammasi sabit emas. Bu haqiqiy emas degan gapining o'zi, emas degan gapining o'zi nima qilganligi? Shu gapning o'zida sabit qilganligi bo'ladi. Ma degan haqiqat emas degan gapning o'zi haqiqatdan beni o'zining ko'z qarshida nima qilgan bo'ldi? Sabit qilgan bo'ldi. Shu o'zining gapidan uning gapimiz yolg'onlik chiqib turadi. Endi biz buni qanday qilamiz? Musannif deydiki, فأنكر بعضهم ularning ba'zisi haqiqat ashyo, shaylarning haqiqatlariga inkor qildi. Ularning ba'zisi ilm shaylarning haqiqatlarini bilishga inkor qildi. Ba'zisi narsalarning haqiqati yo'q dedi. Ba'zisi haqiqati borligimizni bilmaymiz. Bizga nima bo'lmaydi o dedi. Endi vala munazarata ma'a haula illa bid-darbil mu'lim vel ihraq bin-nar. Ular faqatlam ularni og'irtadigan darajada urush yoki ularni o't bilan ko'ydirish bilan munozara qilishga bo'ladi. Nimishqa desa liyattaru ila al-iqrar. Iqror qilishga qistilishi uchun bularni. Nimishqa ularni ya qattiq inekki buni shang'iday solamiz. Uni keyin "Voy nima qilsan" desa, "Ya bu degan xiyol bu. Og'irmaydi. Og'irtgan bir xiyol deymiz." Yoki uni bo'lmasa qulni o'tib tiqimiz. "Voy qo'lim ko'ydi" deb ko'ymaydi, xiyol bu. Siz bu degan bir xiyol. Siz ko'ymidi deb o'ylang deymiz. Shunda qilsak asiga yanadi. Bo'lmasa, bu asiga qaytmaydi bu odamlar deydi. Endi ve ankarati summaniyatu vel barahima. Endi summani ve barahima degan ikki firqa kawnal xabari min asbabil ilm. Xabarning ilmning sababining ekanligiga inkor qildi. Nimaga inkor bo'ladi? Nimaga inkor qilmadi? Aqlga inkor qilmadi. Sog'lom sezgi adasiga inkor qilmadi, lekin xabar kelgan xabardan ilm hosil qilganga inkor qildi. Summaniya degan qanday odamlar desa, ikkinchi nima qarasanglar, summaniya degan ve ala summaniya degan sunna degan biliyaga mansub. Ular bo'lsa shu nayt zimindagi sehiy odamlar deb o'zicha o'yladi ekan. Ularning payg'ambari Budasif ularga insonniki eng ig'ir xatosi, eng halol bo'lmaydigan, qisib bo'lmaydigan xatosi yo'q degan gapni deyish. Yo'q degan gapni deyish eng cho'ng xatolik deb degan ekan. Shuni ular ya'ni yo'q degan gapga qo'llanganimizda, yo'q degan gap qattiq shaytonning mazhabi bo'ldi ekan. Summani degan bir mazhab hamda. İkincisi barahima. Barahima degan kim desanglar, barahima degan bu payg'ambarlik inkor qilgan odamlar. Ya'ni Alloh taolaning birligiga ishonadigan, lekin nima payg'ambar yo'q deydiganlar. Payg'ambar kelish mumkin emas deydiganlar. Bular mutlaq payg'ambarga inkor qiladi, biroq Alloh taolaga e'tirof qilib, Alloh taolo iymon etdi, Allohning birligiga e'tirof qiladi. Bular o'zini İbrahim alayhisolamning avlodlari deb o'ylaydi. Ko'pincha bu Hindiston tarafida bor bu odamlar deydi. Demak, bu qanday bo'lsa summanilar va barahima degan firqalar, bu ikki xil firqa xabarning ilmning sabablarini ekanligiga inkor qildi. Shu sababdan payg'ambarga inkor qildi bular. Payg'ambar nima qildi? Xabar Alloh taolaning xabarini olib kelganda shu xabarga shu sababdan bular inkor qildi. Va huwa qaribun min inkar sofistaiya. Bu firqaning inkori sofistaiyani inkoriga yaqinlab qoladi. Nimishqa fa innahum chunki ular ilmat daruriga bivositatil xabaril mutawatir. Xabar mutawatir vasitasidan kelgan ilmi daruriga nima qiladi? Inkor qiladi. Va law lam yakun xabar min asbabil ilm. Agar xabar ilmning asboblaridan bo'lmasa edi, kayfa ya'riful insanu walidahu va akhahu va ammahu va sa'ir aqaribihi iz la tariqa li ma'rifati haula illa bil xabar. Agar xabar mutawatir, ras xabar insonniki ilmni bilishning sabablaridan biri bo'lmasa, inson qandoqmi o'zining dadisi ekanligini biladi. O'zining aksining ekanligini biladi. Tag'isining ekanligini biladi. Qolgan o'zining cho'ng tuqqanlarning o'ziniki jamoatini qanday biladi. Chunki u tug'ilgan vaqtida dadisini ko'rganmi? Siz tug'ilgan dadingizni ko'rganmi? Siz kim ko'rgan? Tug'ilgan dadingiz ko'rgan. Dadimiz balam siz mening balam degan. Anamiz balam siz mening balam degan. Unga endi akalaringiz va boshqalar siz falonning bolasi degan. Siz xabar mutawatir orqali siz falonning bolasi ekanligini nima qildingiz? Bildingiz. Agar falonning bolasi bo'lmasangiz, balkim kunlarni birga oshkorlab qoladi u. Ya'ni siz beqvogan doktorgon deb ekan bola deb bilyapti. Demak, xabar mutawatir bilan sizniki o'sha xabarga ishonmasangiz, dadingizni kimligini bilmaysiz. Chunki tug'ilganingizda ko'rganmi dadingizni, isingiz bormi yo'q?
Çokum nima qilish kerak? Siz muhtoj xabar mutawatirga. Xabar mutawatirga inkor qilganlarga shu javob aqliy dalilda shu beriladi masalan. وأنكرت الملحدة والرافضة والمشبهة كون العقل من أسباب العلم. Endi bizda mulhida deb hozirgi zamonimizda mulhida degan gap asli dinsiz degan gap, dinsizlar, ilohsizlar, ya'ni hozirgi zamondagi kommunistlar. Alloh yo'q deydigan, tushunamizmi? Alloh yo'q deydigan kommunistlar va rafida degan gap, rafizlar Shia'ning ichidan chiqqan bir firqamdi. Rafidalar va mushabbiha va mushabbiha degan gap Alloh taolo degan bir maxluqqa o'xshaydi deb Alloh taolo degan bir jism deydigan, Alloh taoloning maxluqqa o'xshatgan firqalar. Mavla rafida mushabbiha degan musulmonning ichidagi bir firqa, islomning ichidagi bir firqa. Mulhida deganchi kommunistlar. Bular kavnal aqli min asbabil ilm. Aqlning asbabil ilm, ilmning sabablarini ekanligiga inkor qildi. Aqlning ilmning sababini ekanligiga inkor qildi. Nimishqa deganda chunki qadoyal aql, aqlniki meselelere mutanaqida, o'zaro bir-biriga qarama-qarshi, zid-muzid bo'lib qoladi. Nimishqa ixtilafil uqala, aqllarning o'z orasida ixtilof qilishganlik uchun aql masalalari o'zaro bir-biriga qarshi kelib qoladi. Shunga aqldan hech qanday bilim hosil bo'lmaydi deydi. Hozirgi vahablar ham shu ko'z qarashda. Shunami? Bular aql deganning hech qanday foydasi yo'q. Aqlning shariatga hech qanday shariatni dinni tushunishga hech qanday foydasi yo'q. Aqlda hech qanday kuch, e'tibor yo'q deydi. Amma Qur'oni Karim unda demagan. Qur'oni Karim bizga davomli aqlga xitob qiladi. Ya ulil albab fa'tabiru ya ulil albab. O'ylab qo'yinglar. Agar aqlga tayanmagan bo'lsa, sahobalar aqlga tayanmagan bo'lsa musulmon bo'lamiz dedi. Sahobalar kallesini ishlatib, mushu butlarga ibodat qilmay bo'ldi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan Qur'onni anglab, to'xtab, bu Qur'oni Karim haq ekan. Haqni so'zlardir, aqlni ishlatmagan bo'lsa musulmon bo'lamiz dedi. Mumkin emas, musulmon bo'lmaydi. Ammo bizlarchi aqlimizni ishlatmasak, dadimiz musulmon bo'lgandan keyin alhamdulillah musulmon bo'lib tug'ildik. Dadimizni doğru musulmon bo'lib tug'ildik. Ammo sahobalar unda qilmagan. Demak, aqlning nima? Bilim hosil bo'lishda kuchi bor. Tushundingmi? Endi mushu bir farqlanimda aqlning kuchi yo'q deyapti. Onun deymizki alimtum bi anna qadayal aql mutanaqida. Sizlar aqlning masalaları qarama-qarshi ekanligini bildinglar. Fa in qultum bil aqli faqat naqad. Agar mush gapinglarni aqlinglar bilan degan bo'lsanglar faqat naqadtum. O'zingizning gapini o'zinglar sundigan bo'ldinglar. Haythu qultum, ya'ni bunda dedinglar. Alimna bil aqli alla yu'lama bil aqli. Biz aqlimiz bilan hech narsa bilinmaydi deb bildik dedinglar. Sizlar aqlinglar bilan aql bilan hech narsa bilmaydi deb bilganlar, o'zi aql bilan bildinglar bu gapni. Demak, o'zingizning gapingiz qarshi chiqdinglar. Gapinglar xolos. Va in qultum bil xabar. Agar sizlar aqldan ilm hosil bo'lmaydiganligini xabar orqali bildik desanglar, qulna uni deymizki, fa bima alimtum annahu sidqun am kadhibun. Unda olsa, sizlar xabar orqali bilgan bo'lsanglar, mushu xabarning rost yoki yolg'on ekanligini qanday bildinglar? Ya'ni xabarning o'zida bor rost xabar, yolg'on xabar deb yozilib kelmadi. Xabarning o'zida bir gap adam bir xabarni qilgan bo'lsa, xabarning o'zidan ma yolg'on rost ekanini bilgili bo'lamdi. Aqlni ishlatmasa adam, aqlni ishlatmasdan bir xabarning rost yolg'onligini bila olamizmi? Va in qultum bil hissi faqat anattum. Agar sizlar his bilan bildik, bu xabarning rost yolg'onligini his bilan bildik desang faqat anattum. O'zingni kajlik qilgan bo'ldinglar. Haqni qabul qilishni tarsalik qilgan bo'ldinglar. Chunki xabarning birisi kelsa bu xabarga ko'z bilan yolg'onligini ko'ngli bilamdi. Ağzını tetikle bulamdı, kulak dişkili bulamdı ki, yani yalgan haberinin avazı bunda çıkıyordu, rast haberinin bunda çıkıyordu, bilgili bulamdı diyecek. Şimdi bu çokum bu akıl bilen bilinirdi. Demek sizlerin yapılan hemmesi üzerine kayıttı. Sümme nakul, hem anlakin biz senin üzerine yapılan size cevap diyebiliş bilen bilge, senin bu yapılanlar biz koşulmayımız, baştan koşulmayımız. Bir zaman cevabımız, la tetenakadu kadayel akıl. Akılın meseleleri, demek, qarama-qarshi kelmaydi. Va innama ixtilafal uqalau fima baynahum. Aqllarning o'zaro ixtiloflashishi u aql masalalarining o'zaro bir-biriga qarama-qarshi kelganlik emas, aqliy dalillarning. Balki imma li qusuri aqlihim an bulughi darajatin nazar. Ularniki nazar ularning aqlining nazar darajasiga yetishdan yetarsiz bo'lib qolganlik, qusur degan gap, yetarsiz, kam bo'lib qolganlik uchun ularning aqli haqiqiy nazar qilish darajasiga yetmagan yoki avli taqsilhim bi sharoitihi degan gap, nazarning shartlarida, aqlning nazrining shartlarida bular kamchilik sodir qilgan, to'liq tirishmagan, to'liq istiqro qilib o'qimagan,
Şu sebepten mesele kelib chiqadi bu yerda. Aqlli masalalar o'zaro ixtilof bo'lganligi emas. Aqliy masala degan cho'qim to'g'ri chiqadi, ammo nima qilsa to'g'ri aqlni to'g'ri ishlatganda, to'liq ishlatganda, aqlning hamma shartlari bo'yicha ishlatganda uni keyin to'g'ri deb oladi. Fayahkumu ba'duhum bil hawa. Mesela ularning ba'zi havoyi havas va gumon bilan hukm qiladi. Va yadda'i annahu yahkum bil aql. O'zining havoyi havas gumoni bilan hukm qilib, nima deb da'vo qiladi? Men aqlim bilan hukm qildim deb da'vo qiladi. Ka jama'atin masalan bir jamoatga o'xshashki savol qilindi masalan, kam salasatan fi salasa? 3 kali 3 qancha deb savol so'ralsa, la yaxtalifuna fi javobihi annahu 9. 3 kali 3 dan 9 kaligida hech kim nima qilmaydi, ixtilof qilmaydi. Va law su'ila agar ular كم 13 في 13 13 kali 13 qancha deb savol so'rasa-chu, ربما يختلف جوابهم بذلك. Belki bununki berdiğin cevabı her xil bo'lishi mumkin. Qancha 13 kali 13 Nuriddin? 13 kali 13 qancha? 169. Siz-chu Turmurbek qarab tursa o'xshaydimi buni? Siz 169 dedingiz masalan. Hozir bular qarab turdi. Bu nima? Qarab turmang. Bu shunday, ya'ni masala shunday murakkablashdi-mi? Savollar o'xshamasligi mumkin, ammo to'g'ri javob 169. To'g'ri javob 169. Chunki men hisoblab ko'rganman. Sizlar hisoblab ko'rganim uchun kalongizda turib tursizlar. Aqlning daysi shunga o'xshaydi, o'xshamaydi. Va uni kelidin rubama yaxtalifu javob fi zalik. Lima qulna biz yuqorida degan gapimizni jetidin. La li-ixtilafi qadiyat al-aql fi hada al-adad. Ya'ni bu sondagi aql masalasining muxtalif bo'lganligi emas bu degan nima? Shu aqlni ishlatuvchining aqlining qosir bo'lganligining jetidin doğru. Ve atabir hada bi nazaril ayn. Bunu sen bu bizning kuzangninki qarashi bilan qarab bunu. Kuzang bilan qarab baqqin. Fa innal qamara laylatal badr masalan. Qamar 14 kunlik tulun aydik 14-kechidagi tulun ay la yaxtalifu fihi nuzzar. Bununla qarag'uvchilar hech kim bugun ay chiqmabdi demaydi. 14-kechida ay chiqmabdi demaydi. Ammo hilal fi avval shahr ayning 5-chi chiqqan hilal aychu rubbama yaqav fi ixtilof. Balki bunga ay chiqdi chiqmadi deb ixtilof bo'lishi mumkin. Xuddi shuningdek. Imma li qusurin nazar yoki bu masala shu ay qarashniki qasr degan gap yetarsiz bo'lganlik uchun yoki li taqsirin nazar qarag'uvchining kamchilik sodir qilganlik uchundir. Fakada hada. Shunga o'xshaydi bu masala, shunga o'xshashdir deydi. Ondan aqllar asli yaratilgan islom fitrasida nima? Aql egizpas. Aql hammasi kamil mukammal bo'lmaydi. Ba'zilarning aqli kamroq bo'ladi, ba'zilarning aqli yo'q bo'ladi, ba'zilarning aqli mukammalroq bo'ladi, ba'zilarning intayin mukammal bo'ladi. Mu'tazilaga qarshi oldi. Mu'tazila bunun qarshi, lekin ahli sunnat hamma aqllar egizpas bo'ladi. Vala vajhal inkar, buni inkor qilishning nima yo'q, yo'li yo'q. Masalan, fakam min sabiyyin sagirin yastakhruju bi aqlihi min ghayri tajriba. Qanchilgan kichik bolalar, go'dak bolalar o'zining aqli bilan hech bir tajriba qilmasdan va la ta'allum o'rganmasdan balog'atga yetgan cho'ng odamlar ojiz kelgan ishlarni hisoblab chiqaradi. Va qad sarraha sahibu shar' Payg'ambar alayhisalom uchiq bayon qilgan bi nuqsoni aqlin nisa. Ayollarning aqlining kamligi bilan uchiq bayon shariatda hukmini bayon qilgan edi. Haythu qal Payg'ambar deganki innahunna naqisatul aqli va din. Ular aqli kam va dini kam degan edi. Aqlning kamligi aqlning kamligi eriga bir qancha yillar xizmat qilsa eriga yomonlik qilsa eriga tuzko'rlik qiladi. Dinning kamligi hech ko'p qolsa namoz qilmaydi, o'zi tanmaydi degan edi. Valiza aqama shar' shu sababdan shariat ikki ayolning guvohchiligini bir ayning guvohchiligini o'rnatib turg'izdi. Li nuqsani alati dabt, ya'ni bo'ladiki dabt saymini, dabt asvabi, ixchamlash asvabi kam bo'lganlik uchun. U bo'lsa aqldir, aql kam. Lakin ma'a hada quddira ma yantaliqu alayhi ismul aql. Ma'a hada ya'ni ma'a hada al-qadar. Ammo mushu qadar bilan ayol kishidagi aql kam bo'lsa-mu, ish qilib aql deb ishiltish to'g'ri bo'lgan qadar bilan yakfi li ma'rifati sani. Ya'ni ayol kishining aqli kam bo'lsa-mu, ish qilib aqlli qalbi bo'lsa, yaratqushini tunishga yetadi. Yaratqushini tunishga aqldan bo'lsa yetadi. Birga birini qo'shib ikki degandek, ma bir quti qarz 3x bo'lib qolmaydi. Bu qutida chuqur bir yasug'i shirkat bor. Shuni bilgandek, bu olamga qarasa, chuqur bir yasug'i bor ekanligini bilalaydi. Shunday aql bilan, buni komil mukammal aql ketmaydi. Fala yu'danu fil jahli bi xaliqi. Unda o'g'andikin haqancha aqli kam bo'lsa-mu, xoliqini, yaratqushini bilmaslikda o'zisi qabul qilinmaydi. Shuning uchun
Aklı yok, cilluk kalsa bunu özü kabul kılındı mesela. Küçük bal olsa aklı özü kabul kılındı. Ama aklı var, adam az olsun, ziyade olsun, mükemmel olsun, kam olsun. Allah Teala'nın bilmesi ki de özü kabul kılınmaydı. Güven gideriz müşahede ahirlaştı. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.